Прямо 3 километра. Mayli bo'lsin osmonlar yiroq. To'g'risini aytsam, oldin qizlarning chiroyiga qarardim. Chiroyli bo'lsin, go'zal bo'lsin, xotinim bitta bo'lsin derdim, lekin hozir chiroy, go'zallik bu narsalar menga sen samimiyliging, seni kulishlaring, emotsiyalaring, xullas quvnoqliging, barchasi men uchun ideal. Sen bilan bir umr hayotimni o'tkazishga tayyorman. Sendan boshqasiga qaramaslikka, sen bilan doim baxtli bo'lishga va'da bera olaman hozir. Chunki ko'zim yetadi sen bilan hayotimni oxirigacha ko'rishga. Hech qachon seni ko'zingdan yosh oqizmayman. Doim shu kulib yurishing uchun men doim sen uchun yashayman. Seni yaxshi ko'raman.